bolani uyga olib ket. Men o'g'lim bilan bir yaxshilab gaplashib olay. Men sendan xafaman, Silva. Bilaman. Sen gapimga kirmading. Salbon bo'lsa nobud bo'lading. Qolaversa seni kasringga nala ham o'lib ketishi mumkin edi. Men kezi kelganda dovyurakman. Simba, mard bo'lish uchun ataylab ko'ngilsiz voqeaga bosh suqish yaramaydi. Lekin siz hech nimadan hayot g'irromlik qildi. Haq rost, zero men endi hech qachon qirol bo'la olmayman. Seni esa bugunoq kuning bitadi. Qali 10 gulidan bir guli ochilmagan shunday murg'ak shahzoda shaxsan men uchun bu eng og'ir judolik. Shu bois men qalbimda og'ir alam bilan qirol bo'lishga rozilik beraman. Biroq biz bu mash'um fojiadan o'zimizga xulosa chiqarib, shunda yangi davrga qadam qo'yamizki, bu davrda sherlar bilan sirdonlar hamdamu hamkor bo'lib yashagaylar. Bay. Buni qarabangday, bular kim bo'ldi? Shoshma. Men seni taniyman. Sen bu pastani josussan. Degan bo'ladi. Qayoqqa shoshasizlar? Birgalikda tushlik qilamiz. Tafsil. Bulardan qiyma kabob tayyorlaymiz. Qalay. Atigi shumi. Qani bir yana o'kirchi. Do'stim o'zi quvg'inchisi, ularni quvib turmasa uyqusi kelmaydi. U kelajakda bizni himoyachimiz bo'lsa ham ajab emas. Umuman olganda o'z shaxsiy sherimiz bo'lsa yomon bo'lmas. Kim u? Buni qarachi, nazarimda tirikka o'xshaydi-ku. Tirik. Hey, Yomon, axir bu kichkinagina sherbatcha-yu, qarab ham yoqimtoy ekanki, bola baqiri hech kimi yo'qqa o'xshaydi. Uni o'zimiz boqib olsak, nima deysan? Yaxshi. Nalaqaq. Lekin men baribir qaytib bora olmayman u yoqqa. Axir o'tmishni o'zgartirib bo'larmidi? Madadkoring bo'laman, dudingiz-ku, dada. Yo'l yo'ruv ko'rsatmoqchi edingiz. Lekin siz yonimda yo'qsiz. Hamma falokat men tufayli bo'ldi. Ayb menda. Iltimos qilaman. Meni tashlab ketmang. Unutma. Otajon. Meni tashlab ketmang. Bu nima o'zi? Nima qaldiroqmi deyman-a? Bu yer ob-havosi g'alati ekan. Shunday emasmi? Ha? Bo'lmasa-chi, o'tmishni zarbasi qattiq bo'ladi, lekin unga chap berish yo bo'lmasa zarbani daf qilishni o'rganib olish lozim bo'ladi. O'rganib ham olding. Xo'sh, endi nima qilmoqchisan? Bo'laman. Yo'q, tayog'imni ber bu yoqqa, ber deyman. Hay, yo'l bo'lsin. Uyimga boraman. Barakalla. Juda yaxshi. Sen kimni haromxo'r deb aytganding? Sizlarni mazza qilib yeymiz. Bugun tushlikka qiyma kabob buyurganmidik? Yo'q, marhamat. Sizlar hozir janoblarni osmoni falakka sayohat qildik, bizlarda emas. Rostdan ham sizni o'g'lingizmi? Sen bilarmiding uni? Yo'q, o'limdan xabarim bor, bundan xabarim yo'q. O'zingchi? Yo'q, bilmasdim.